qanday qilib qanaqasiga bu dunyoning 7 mo'jizasiga kirmay qoldi? Qanaqasiga sig'may qoldi 7 ta mo'jizaning ichiga? Sayohatchi Abu aka bo'lgan Iordaniyadagi dunyoning 8-mo'jizasi Petraga endilikda bizda tayyor tur paketlarimiz bor. Ya'ni Iordaniyaga yangi yo'nalish, boradigan joylarimiz. Iordaniya poytaxti Amman, Rim amfiteatri va zamonaviy hayot uyg'unlashgan markaz. Jirash, Rim imperiyasi davridan saqlanib qolgan qadimiy shahar xarobalari. Petra, toshga o'yilgan afsonaviy shahar. Vadi Rum, Oy vodiysi nomi bilan mashhur cho'l. Jeep safari, tuya minib yurish va yulduzlar ostida tunash imkoniyati mavjud. Aqaba, Qizil dengiz bo'yidagi shaharcha. Mayn issiq buloqlari, tog'lar orasidagi chuqur vodiyda joylashgan mineralga boy shifobaxsh buloqlar va eng asosiysi suzishni bilmaydiganlar uchun o'lik dengiz. Chunki bu dengizda siz hech qachon cho'kib ketmaysiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar bilan Aqabaga uchamiz. Sizga ham bu afsonaviy davlat qiziq bo'lsa, izohlarda Petra so'zini yozib qoldiring, to'liq ma'lumot beramiz.